Masal rahbarlari, Qullubiy hoji akamiz, Mahmudjon hoji akamiz, bu xizmat qilayotgan ayol va erkak ellik boshlar bor Parvardigoro. Bu firmani Parvardigoro davri qiyomatgacha qilgan. Juda ko'p Parvardigoro davri qiyomatgacha keladigan mana shu o'zingni muhabbatli Ka'baga muhabbatli Rasulingga muhabbatli bandalaringni haqiqiy ixloslilarni mana shu joyga ixlos xizmat qilishni nasib qilgan Parvardigoro. Bizni bu joyga kelishligimizga avvalo yo'l ochib bergan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Parvardigor umrlarini uzoq qilgan. Bu din ishlarida qilayotgan ishlarni Parvardigor bardavom qilgan. Bizlarni mana shundoq o'zingni baytingga kelishligimizga yo'l ochib berdi Parvardigoro. Bu yo'limizni davri qiyomatgacha qilgan. Mana shundoq ishlarimizni katta hajlarga ham kelib, u kishi haqlariga duo qilib, mana shundoq duolarda bo'lmoqligimiz, arafotlarda turib duo qilmoqligimizni hammamizga nasib qilsin. Allohumma iftah lana bil khayr va xtim lana bil khayr. Bu joyda Parvardigoro banisa dotgan bir hojonamiz bor Parvardigoro. Hojonamizga shifo kelib karam qilgin. Islomon yurtlariga olib borishlikni nasib qilsin. Bu joyda farzand talablar bor Parvardigoro, o'zing g'oyibi xazinangdan farzand bergin. Parvardigoro bemorlarga shifo bergin. Samoviy aroziy bola qazolardan o'zing saqlagin. Hammamizni Parvardigoro bu joyda tavba qilgani keldik, tavbalarimizni qabul qilgin. Mana shu joyda hurmatidan Parvardigoro gunohlarga qaytmaydigan holatda tavba qilishni o'zing nasib qilsin.